Mana go'shtli pirog ham tayyor bo'ldi. Men bu pirog orqali mushuklarni qo'lga olaman va ularni qamab qo'yaman. Nimani qildi bu? Go'shtli pirogmi? Wow, go'shtli pirog. Ana tokchada turibdi. Bu menga yoqadigan o'sha mazali pirog-ku. Uni olgani boraman. U meniki. Ishtaham ochilib ketdi. Yo'q. Meni qo'lga olishdi-ku. Qamab ham qo'yishdi. Mana men oxiri seni qo'lga oldim. Endi sen bu yerda qolasan qamoqda. Men seni qo'yib yubormayman. Voy, nima bo'lyapti? Boshim og'rib ketdi-ku. Nima bu? Men hamma mushuklarni qo'lga olaman. Shundaymi? Mana bu mushukni ham qo'lga oldim. Men qayerdaman? Bu qafasmi bu? Kimning qafasi bu? Men nima qilyapman bu yerda? Bo'pti, yaxshi qolinglar. Men bu qamoqxonadan qochaman. Eshik ham ochiq ekan. Xo'p, bu yerdan qochish qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman. Mushukcha, qalaysan? Salom, sen kimsan? Men bu yerga nima uchun tushib qolganimni bilmayman. Ha, u seni mushuk deb o'ylagan. Bu yerdan qochishimiz kerak bo'ladi. Men bilan birga qochasanmi? O'zim senga yordam beraman. Qochamizmi? Nima deysan? Ha, qochamiz. Meni qo'limdan keladi. Unda mana bu kalitni olish kerak. Bu qochish uchun senga yordam beradi, eshiklarni ochadi. Ey do'stlar, mana meni mushuk deb o'ylab, bu yovuz ayol qamab qo'ydi. Endi Garfield degan mushuk bilan tanishib qoldim. U Garfield oldinroqda ketdi va menga qochish uchun nima qilish kerakligini aytdi. Men mana bu kalitni olishim kerak ekan. Bu kalitni olamiz. Eshik ochiladi endi. Hop. Ha. Ketdik. Shu eshikni kaliti ekan. Ketdik. Hop. Ochdik mana. Endi tepaga chiqamiz. Tepaga. Voy, o'sha yovuz ayol-ku. Nima uxlab yotibdimi? Uxlab yotibdi. Chiqsam meni tutib olmasmikan? Hop, asta yurchi. Yo'q, uyg'onmadi, sezmadi. Voy, bu qopqonlar qo'yib tashlabdi. Bu qopqonlarga tushib qolmasdan asta o'tib olishim kerak bo'ladi. Hop, tepaga chiqayapman. Urayman. Bu yerdan qochib qutula oldim. Pastga tushib ketishim mumkin ekan. Ha, tepaga chiqamiz. Ye. Nima bu? Men pastga tushib ketmadim. Hop. Derazadan ko'chaga chiqishim kerak. Yo'q. Derazadan ko'chaga chiqa olmadim. Mana yo'l. Voy, opa uyg'onib qoldi-ku. Meni ko'rib qoldi. Sen bu yerdan qocha olmaysan, bu yoqqa kel. Voy. Nima o'tyapti menga? Menga g'alati o'tyaptimi? Men bu yerdan qochishim kerak. Qochdim. Hozir tutib oladi meni. Qochib oldim. Voy, yana tutyapti-ku. Yana g'altak. Voy, mana pirogni olamiz. Voy, yo'q. Meni qo'lga olishdi. Tez qochamiz. Mana Garfield shu yerda ekan. Yetib keldingmi? Men seni kutib o'tiribman-ku. Qochishga qiynaldingmi? Men osongina o'tib ketdim to'siqlardan. Endi esa keyingi bosqichga o'tamiz. Men Jon uyiga borishim kerak bo'ladi. Seni xohlasam shu yoqqa olib boraman. Ikkalamiz Jon uyida birga yashaymiz. Voy, mana bu mashinalardan ehtiyot bo'l. Men ketdim, sen izimdan yetib ol. Faqat ehtiyot bo'l, yo'llarda qopqonlar bor. Oxiriga borasan va mana bu Garfield ketib qopti-ku. Tez uni izdan yetib olishim kerak. Voy, tez o'tib ketdi mashinada. Hop, chapdan yuradimi mashina, o'ngdan yuradimi? Mashina yo'q. Qo'y, kelib qoldi mashina. Hop, yaxshi. Voy, buncha tez o'tadi bu mashinani. Yaxshi o'tib oldim. Hop. Endi buni ustiga chiqamiz. Qaranglar. Voy, buni ustiga chiqar ekanman. Bu stalbami bu? Elektr simyog'ochi. Hop, yaxshi. Buni ham ustiga chiqar ekanman. Go, olg'i. O'tib oldim mana. Voy. Mana buni ustiga chiqaman. Mana ketdik. Garfield shu yerda ekan. Voy, to'g'rib tashlash mumkin ekan. Voy, to'ki bor ekan, buni ichida ehtiyot bo'lish kerak ekan. Mana bu dvigatelni o'chirishim kerak bo'ladi. Ha, bo'ldi. Men uni o'chirib kelaman hozir bor. O'chirish uchun men bu yoqqa chiqishim kerak. Voy. Ehtiyot bo'lamiz. Sakrab chiqib olamiz. Bo'lmasam chuqurga tushib ketishimiz mumkin. Dvigatelni o'chirdim. Mana elektr toki o'chdi. Endi xavfsiz men bu yerdan o'tib olaman. Go, ketdik. Yerdan endi men oson o'tib olishim mumkin bo'ladi. Chuqurga tushib ketmasligim kerak faqat. Qani ketdik. Yaxshi. Bu yerdan ham o'tib oldim. Bu yerda yana tok bor ekan. Uni ustidan oshib o'taman. Ha,
Uni ustidan oshib o'tdim. Yana oshib o'tdim ustidan. Yana oshib o'tdim. Hop, o'zimga malatsi. Hop, yana o'tdim. Zo'r. Qaranglar. Bu yerda chaqmoqlar bor, toklar bor. Ulardan ehtiyot bo'lib o'tib olish. Mashina, voy, meni urib ketdimi? Ehtiyot bo'lamiz, ketdik. Go. Ulguramizmi? Ulguramiz. Yo'q, ulgurmay qoldim. Voy, ehtiyot bo'lamiz. Mana bu ekskavator qo'lida. Voy, bu ekskavator ko'ryapsizlarmi? Shu tosh bilan urib tushirish mumkin edi qo'lidagi toshi bilan. Mana bu yoqqa o'tib turamiz yaxshisi. Ekskavator o'tib olsin, oxirigacha, keyin yo'lda davom ettiramiz. Ana qizni urib ketdi ekskavator. Ana urib ketdi. Yo'q, urmabdi. Hop, bizni urib ketishi mumkin edi lekin. Yana yo'lda davom ettiramiz. Ekskavator kelib qolyapti. Voy, keldi. O, yaxshi o'tib oldim. Endi yo'lim qayerga ekan? Yo'limiz qayerda? Balki bu yoqdadir. Ha, mana Garfield shu yerda ekan. Hoy, Garfield. Qara Abu, ana uyni ko'ryapsanmi? O'sha uy Jonning uyi. U meni xo'jayinim. O'sha uyga borsak, biz u yerda xavfsiz bo'lamiz. O'zim seni piroglar bilan mehmon qilaman, pitsalar bilan. Lekin yo'lda mana bu politsiyachi bor, hayvonlarni ovlaydigan. Yovvoyi hayvonlarni ovlaydi. O'shandan ehtiyot bo'lib o'tib olishing kerak. Всё, hal qilamiz, o'tib olamiz. Ye. Ana poylab turibdi, ko'ryapsizlarmi? O'shandan ehtiyot bo'lishim kerak ekan. Mana bu yo'llar ham tushib ketar ekan. Ehtiyot bo'lamiz. Hop, pastga tushdik. Ana bitta mushuk keldi. Hozir uni qo'lga olaman. Hoy mushuk, sen bu shaharda erkin yura olmaysan. Men seni qo'lga olaman baribir. Ay, o mo'ylovli amaki, men mushuk emasman. Men odamman, mana men bola ekanman. Abu Roblox. Men YouTuberman. Tanimaysizmi meni? Bolalaringizdan so'rang, bolalaringiz yaxshi taniydi. Xo'p, xullas bu mo'ylovli amaki bilan gap sotishga vaqtim yo'q. Men bu yoqdan qochib qutulishim kerak, короче. Mana yo'l bu yoqda ekan. Hop. Oy, yo'q, tushib ketdim-ku. Oy, yo'q. Yana men bundan men bari o'tib ketaman. Hop, mana. Oy. Nima bo'lyapti? O'tib olaman, ko'rasizlar mana. Qopqoniga tushmayman bu mo'ylovli bratanni. Shu oxirgisi men bu yerdan o'tib qochib qutulaman. Yaxshi. Mana tushdim. Hop. Yana o'tdim. Asta yuraman. Bu yoqda aylanib o'tar ekanman. Bu yoqqa sakradim. Mana yo'limizni ko'rsatib qo'yibdi. Mana men o'tib oldim politsiyadan. Voy, pastda yana politsiyami? Bu yovvoyi kuchuklarni qamab qo'ygan. Meni ham kuchuk yo mushuk deb o'ylab qamamoqchi bo'lyapti. Men tezda o'tib olishim kerak bu yerdan. Ehtiyot bo'lib o'tishim kerak. Hop, o'tib oldim mana. Ular meni sezib qolmasligi kerak faqat. Sezmadi, yaxshi o'tib oldim. Endi yana pastda bor ekan-ku bunaqa politsiyachi. Seni eshitib qo'lga oldim. Hozir men pastga tushaman. Yo'q, pastga tushmayman. Men yo'lim bu yoqda ekan. Hop, o'tib oldim mana. Endi bu yoqqa o'taman. Korobkalarning ustidan asta o'taman, sezib qolmasligi kerak. Parrakning ustiga chiqaman. Parrak aylanib meni olib boradi bu yoqqa. O'tib oldim mana. Yaxshi. Endi yo'l ochildi. Men mana oxiri bu mo'ylovli amaki bilan urushmasam bo'lmaydi. Bu bilan men jang qilaman. Seni qo'lga olaman men. Seni ham qamab qo'yaman kuchuklarning oldiga. Hoy Abu, bu yoqqa kel. Mana bu piroglar bilan unga hujum qilasan. Piroglar uni o'ldiradi, uni yengasan keyin. Hop. Go. Menga politsiyachi hujum qiladi. Garfield, piroglarni ber menga. Hop. Mana pirogni oldim. Pirog. Pirogni qanaqa uloqtiraman endi men unga. Pirogni unga otishim kerak. Pirogni unga uloqtira olmayapman. Yo'q, unga pirogni uloqtirib bo'lmayapti. Hop, bunday qilamiz hozir. Respawn qilaman. Mana. Hop, pirogni olaman. Endi uloqtiraman. Qani ketdik. Yo'q do'stlar, men unga pirogni uloqtira olmayapman-ku axir. Pirogni qanday qilib unga uloqtiraman? Menga yordam beringlar.
Men uni yengishim kerak bir amallab. U bilan men kurasha olmayapman. Oy Garfield, menga yordam bersang-chi. Pirogni uloqtirib bo'lmayapti. Nimadan bo'lyapti ekan bu muammo nimada? Men panaroq bosib turishim kerak. Menga uni savat tegmasdan. Do'stlar, men nima qilsam ham bu mo'ylovli amakini yenga olmayapman. Qo'limda pirog bor. Unga uloqtirsam bo'ladi, lekin uloqtira olmayapman. Nimani bossam ham buni iloji bo'lmayapti. Menimcha muammo mening notebookimda bo'layapti. Men tezroq gaming kompyuter olmasam bo'lmaydi. Notebook'im bu o'yinni ko'tara olmayapti shekilli. Xullas sizlarga like bosib qo'yinglar videoga, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va albatta keyingi videolarni kutinglar. Ko'rishguncha xayr.